Mana qaranglar, hozir bitta akamizdan iltimos qilib, uylarini syomkasi qilishga ruxsat oldim. Men bu bilan sizlarga hech qanaqa bularni yomonlab yoki yomon tarafini ko'rsatmoqchi emasman. Men aholi qay tarzda yashashini prosta ko'rsatyapman. Qaranglar, mana. Ham yerda yotadi, uxlaydi akamiz. Холодильник, kuxnya. Bitta yanadir nima narsa, kladovka menimcha. Mana kuxnyasi, oshxona. Men bitta mana qaranglar. Hovli ichki tarafdan mana. Ana shu tarzda yashashar ekan. Yana bir bor aytaman. Men hech qanaqa yomonlab, o'zga hal qilib, biron nima qilib, yo'q, u narsa emas. Men ko'rsatayotgan narsam kambag'alroq xalq qay tarzda yashaydi, u kino, filmlardek emas hayoti. Shu narsani men sizlarga faqat ko'rsatmoqchiman, xolos. Yoqqan bo'lsa bir like bosib, podpisatsiya qilib qo'ying.